Shu kunlarda Barack Obama ikkinchi ma'muriyati vaqtida davlat kotibi lavozimida ishlagan John Kerry media makonda faol chiqish qilmoqda. 82 yoshli diplomat yaqinda jurnalist Jen Psakiga bergan intervyusida qiziq gapni aytib qoldi. Benjamin Netanyahu Amerikaning 4 prezidentidan Eronga zarba berishni so'ragan ekan. Keling, mana shu bayonot atrofida Amerika va Isroil munosabatlaridagi ba'zi jihatlarga to'xtalamiz. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos unga like bosing. Shunda YouTube rolikni ko'proq vatandoshlarga tavsiya qiladi. Demak, John Kerry jurnalist Jen Psakiga intervyu berdi. Bu jurnalist ayolni eslasangiz kerak. U Biden davrida prezident matbuot kotibi edi. Suhbat davomida Kerry Netanyahu Amerikaning oldingi prezidentlarini ham Eron bilan urushga qo'shishga uringani haqida aytib berdi. Yes, he wanted us to strike. He came to President Obama. He made a presentation to ask to strike. President Obama refused. Netanyahu Oq uyga kelib, prezident Obamaga Eronga zarba berish rejasini taqdimot qilgandi. Prezident Obama buni rad etgan. Prezident Biden ham, prezident Bush ham rad etgan. Bunga ko'ngan yagona prezident Donald Trump dedi sobiq mulozim. President Biden refused. President Bush refused. The only president who has agreed to this obviously is President Trump. Kerryga ko'ra, u nomini sanagan hech bir prezident davrida Amerikaning Isroilga harbiy yordami kamayib qolmagan. Lekin ular zarar kam bo'lishiga harakat qilib, Eron bilan urushga kirmagan. Oq uyning sobiq mulozimi hozirgi prezident Donald Trump nega Eron bilan urush ochganini bilmasligini aytdi. Qulog'ingizga chalingan bo'lsa kerak, AQShning tashqi siyosatida America First degan o'zgarmas prinsipi bor. Bu iborani ilk marta prezident Woodrow Wilson 1916-yilgi saylov kampaniyasi davomida ishlatgan. Bu ibora tashqi siyosatda Washington uchun eng birinchi o'rinda Amerika manfaati turishini ifodalaydi. Donald Trump birinchi prezidentlik kampaniyasi vaqtida ham shu shiordan foydalangandi. Trump Amerikani qator xalqaro kelishuvlardan olib chiqishini aytib, America First shioridan foydalanadi. Trumpning raqiblari Trumpga America Alone, ya'ni Amerika yolg'iz degan shior ko'proq mos tushishini aytib hazil qilishardi. Buni qarangki, ikkinchi muddatiga kelib, Trumpning siyosati chindan America Alone ga qarab ketyapti. NATO Amerikaga yordam bermoqchi emas. Atrofdagi hamma qo'shnilar bilan diplomatik aloqalar yomon. Yevropa Amerikadan uzoqlashib, Xitoyga yaqinlashmoqda. Amerika ittifoqchisi deganda faqat Isroil tilga olinyapti. 20-asr avvalda o'ylab topilgan America First iborasi Eronda urush boshlangach ayniqsa faol tilga olinmoqda. Chunki Amerika zamonaviy tarixida ilk marta o'z manfaati uchun emas, boshqa davlat manfaati uchun urush ochdi. Amerikalik harbiylar Amerika manfaatlariga xizmat qilmaydigan urushda o'lib, sanoqli bo'lsa ham tobutlar kela boshladi va millionlab amerikaliklarda savol paydo bo'ldi. Amerika birinchi emasmi? 350 million odam yashaydigan Amerika fuqarolari bizning davlat eng kuchli, biz hammadan zo'rmiz deb ko'krak kerib yurgandi. Lekin ajoyib kunlarning birida qarashsa, ularning shuncha katta davlatlari bir-birdagina Isroil degan davlat uchun urushib jon berib yurgan ekan. Azizlar, bu gaplarni men aytayotganim yo'q. Butun boshli davlat kotibi bo'lib ishlagan, bir necha yil maxfiy ma'lumotlarni o'qish huquqiga ega bo'lgan juda katta sobiq mulozim Trump urushni Netanyahuning so'rovidan keyin boshladi deb turibdi. Bilasizmi, hozirgi bo'layotgan ishlar butun boshli fitna nazariyalarining oyog'ini osmondan qilib yubordi. Isroil va Amerika munosabatlari haqida past ovozda aytiladigan konspirologiyalarning konspirologiyaligi ham qolmadi. Fitna nazariyasi muxlislari Isroilning Amerikaga ta'siri haqida gapirganda, ikki davlat rahbariyati o'rtasidagi maxfiy, yashirin uchrashuvlar haqida gapirardi. Go'yoki o'sha uchrashuvlarda dunyo taqdiri hal bo'ladi deyishardi. Yo'q janoblar, hech qanaqa maxfiy uchrashuvlar, yerto'lalardagi oq qo'lqop kiygan chollarning uchrashuviga hojati yo'q ekan. Shunchaki Isroil bosh vaziri Oq uyga borib, Amerika prezidentidan Eronga urush ochishni so'rashi va shundan keyin Amerika Tehronni bombalay boshlashi mumkin ekan. Va buni butun dunyodan yashirmay, ochiqchasiga qilaverishlari mumkin ekan. Ana shunaqa azizlar, biz juda ajoyib tarix darsliklarida yoziladigan davrda yashayapmiz. Hozir bo'layotgan voqealarni diqqat bilan kuzating. Men barchasiga guvoh bo'lgandim deb yurasiz hali. Eng muhim voqealardan bexabar qolib ketmaslik uchun obunachilari 4 milliondan oshgan Kun.uz YouTube kanaliga siz ham obuna bo'ling. Aytgancha, bizni Amerikadan tomosha qilayotganlar bo'lsa, what do you think? America first or Israel first?